Xo'sh, mana bu ya'ni alko bar deymizmi, spirtli ichimliklar beradigan joy. Deyarli kunduz ochiq. Bu yerda alohida qanaqadir shunaqangi nimalari ko'p, ichida ayrim nimalarga qarab restoran xizmat qiladigan tadbirlar bo'ladi. Assalomu alaykum. Aka chaqiryapti, qani nima pishiryapti ekan. Добрый день. Не надо. Rahmat. Chi. О, спасибо. Bir narsa pishirib berdi, nonli bir narsa. Yeb ko'ramiz, issiq lekin. Xo'sh, bu yerda qo'lim ko'rinmay qolyapti, tak. Pizza pishiradigan joy bor ekan. Bu demak, mana kunlarini, vaqtlarini yozib qo'ygan. O'sha kunlari pishiradi. Demak, asosan 3:30 obeddan keyin 15:30, 17:30 oralig'ida. Va bunisi bu ham xuddi shunday vaqt davomiligida mana shu rasmda ko'rib turgan narsa pishirar ekan, lekin to'g'risi hali men bu yerdan foydalangan. Mana sendvich yozib qo'ygan. Foydalanganim yo'q. Bu e'tiborga olmayapman qaysi kunlari. Haligi qolgan narsalar ham menga yetib ortayapti. Xullas, mana bunisi menimcha yo'q. Hech narsa yozmabdi. Kunlarini belgilab qo'ygan, o'sha kunlarda kelib har xil pishiradigan narsalarda yeyish mumkin ekan. Bugun ishlagan bo'lsa kerak, mana bu oshib turibdi, lekin bizning vaqtimiz bo'lmadi. Bugun Ispaniya Belgiya bilan futbol o'ynaydi. O'shani nasib qilsa mana shu yerdan kechasi, endi hozir yoriq. Kechasi tomosha qilamiz, xudo xolasa.